3 xonali kvartirani tayyor remontidan va pastroq etajdan qidirib yurib topib olmay yurganlar uchun mana shu variantimizni e'tiboringizga havola etamiz. Manzilimiz Yangi Darxon mahallasi, uyimizda 2-qavatda joylashgan. Tayyor remont holatida ko'rib turgan holatingizni shundoq notariusni kaltingizni qo'lingizga beraveramiz xudo xolasa. Uyimizning prixoshkasi zo'r planirovkada, maydoni 72 kvadrat. Bu yoq tarafimiz uyimizning kengina zali. Videoni boshida mana shu xonadan obzorni boshladik. Televizorlar qo'yib, cho'tka qilib olasizlar o'zingizlar. Endi esa uyimizning asosiy joyi, ya'ni родительский spalnyasini ko'rishimiz mumkin. Chiroyli pardalardan olib kelib qo'yishgan. Bilasizlar, Yangi Darxonni klinika, maktab, bog'cha, dorixona, hamma shart-sharoitlar bor va qo'shimchasiga bu uyimizning 2 ta balkoni bor. Naqd. Uyimizda skvoznoy holatda, bu yoq tarafimiz uyimizning bitta detskiy xonasi, o'zini balkoni ham bor. Xohlasanglar родительский qilib foydalansanglar bo'ladi. Balkoni ham kengina bo'ladi bu uyimizning. Xo'p, bu yoq taraf esa shinamgina oshxonamiz. Kengina mana bemalol stol-stullar qo'yib o'tiraverasizlar. Bu yoq tarafda yaxshi kuxonli mebellari bor. O'zini balkoni ham bor, oshxonasini va umumiy uyimizning sanuzelini ko'rishimiz mumkin do'stlar. Xullas, uyimizning narxini kelishtirib beraveramiz xudo xohlasa. Naqdga kelib savdo qiladiganlar uchun $73,500 yana tepasida savdo qilamiz. Pastda raqam qoldirganmiz, telefon qilib kelaverasizlar. Like bosib yaqinlarga tarqatib qo'yamiz.